Assalomu alaykum hammaga. Tan narx mavzusi bo'yicha birinchi videomiz bu. Biznesda mahsulotni tan narxini chiqarish juda ham muhim. O'zi umuman biznes, tijorat sifrani yaxshi ko'radi. Ya'ni qancha yozuvchingiz, qancha hisob-kitobingiz bo'lsa, qancha sifralar ko'p bo'lsa, qo'lingizda shuncha prozrachniy, shuncha shaffof bo'ladi biznesingiz. Har doim xohlagan savolingizga javob topib olasiz shu sifralarda. Shuning uchun buni yozish shart, hisoblash shart. Taxminan olib ketsangiz, biznesingiz o'zi taxminan ketadi. Qayerga ketayotganingizni aniq bilish uchun, ya'ni qancha foyda, qancha zarar ko'rayotganingiz uchun, analizni qilish uchun bu narsalar juda ham muhim. Vaqtni ketkazmaylik, boshlaymiz. Bu tushuntiradigan narsamizni albatta bilmaydiganlar uchun, biladiganlar kulmanglar, buni yosh bola ham biladi deb ishoninglar, bilmaydiganlar ko'p, o'shalarga yordam o'laroq beryapmiz va bu hisob-kitoblarni tushuntirishimiz bu bir jaydari tushuntirish, sababi bu o'zi alohida ilm, moliya, finansi, ekonomika, ya'ni ekonomistlar, bu institutlar bor, o'quv markazlari bor, o'sha yerda bu o'qitiladi, universitetlarda diplomlar olinadi, bu soha egalari. Endi biz unaqa tushuntirmaymiz, ilma olib ketmaymiz, shu oddiy xalq tushunadigan tilda oddiy tushuntiramiz. Biznesinglar kattalashgan sari keyin sizlarni shirkatinglarda moliyachi, o'sha finansistlar, ekonomistlar bo'lishi kerak o'zi. Ular o'sha finansiy mavzularni hisob-kitobini olib ketishi uchun. Endi tabiiyki, birinchi boshlayotgan paytda bu narsalarga imkoniyat bo'lmaydi. Bu oddiy hol, normal hol. O'zingizlar olib ketasizlar, o'sha yozuvchingiz bilan olib ketinglar degan maqsadda shu maslahat videosi. Xo'p. Ana endi qaranglar. Xo'p, $10,000 qo'lingizda bor. Deb bismillah deb mana Turkiyadan kiyim olib kelib sotmoqchisiz. Bu eng oddiysini qilyapmiz. Keyingi videolarda sal murakkabrog'ini qilamiz. Bu eng oddiysi. $10,000 qo'lingizda bor, ketdi endi mana. Turkiyaga bilet oldingiz, $500. Otel $200 ketdi 4 kunga. 4 kunning ichida $200 xarajat qildingiz. Mana shu yerda ozgina pauza qilamiz. Mana shu xarajatlarni ham ayni mahsulotingizni olish uchun qilayotgan xarajatlaringizni yozasiz. Qolgan o'zingizga olgan narsalaringiz, misol торговый sentrda покупкаlar qilgandirsiz yoki bir muzey-puzeylarga borgansiz, ularni bu yerga yozmaysiz. Ya'ni mahsulot hisob-kitobiga yozmaysiz. Отдельный bu yoqda yozib qo'yishingiz shart. Siz oxirisida mana bu $10,000 hisobi bo'lishi kerak. Har bir sent yozilishi shart. Endi kargoyimiz 1 kilosi $7, $350 to'ladingiz mahsulotga. Hozir mahsulotga kelganda buni batafsil gaplashamiz. Yana do'kongacha yetkazib beradigan, misol taksi, misol qanaqadir transportga $10 ketdi. Ya'ni bu xarajatlarni yozilishi do'koningizga qadar yoki uyingizda sotayotgan bo'lsangiz, o'sha uyingizga yo do'koningizga qadar bo'ladigan nima xarajat bo'lsa, hammasini yozishingiz kerak. U ko'proq bo'lishi mumkin spiska, bu yerda yo kamroq bo'lishi mumkin. Nima bo'lganda ham yozishingiz shart. Shunda $1,260 mana xarajat bo'ldi. Do'koningizga kelgunga qadar. Mahsulotimiz bu yerda kurtka bo'lyapti, misol Boss brendi 150 ta dona $30 dan oldingiz. Ya'ni mahsulotingiz bir xil identichniy. O'shaning uchun bu oddiyroq, eng oddiy bir anaqa primerda. Bir xil Boss kurtkasidan olganingizda 150 ta $30 dan shunda $4,500 bo'ladi. $4,500 mahsulotga siz $1,260 xarajat qildingiz. Bu yerda mana formulamizdan foydalanasiz. Ya'ni A bu xarajat $1,260 bo'lamiz B ga bu mahsulotga, ya'ni $4,500 ga ko'paytiramiz 100% ga. Mana 100%. Kalkulyatorda hisoblasanglar mana 28% chiqadi. Ya'ni mana shu $1,260 foizga o'zgartirib beradigan bu formula. Shunda mana $30 olgan kurtkangiz, Turkiyada $30 olgansiz, 28% mana formulada chiqqan foizni qo'shasiz, shunda kurtkangiz $38.40 aylandi. Buni ikki taraflama tekshirib olsangiz bo'ladi. Ya'ni matematikada bilasiz, teskarisigacha ham tekshirib olsangiz bo'ladi. Ya'ni sifrlar to'g'ri chiqishi uchun. Shu tan narxi mana 38.40 bo'ldi. Tan narxi 30 emas, 38.40.
Ana buni 150 donaga ko'paytirsangiz $5760 chiqadi. Bu $1260 xarajatga ketgan pul, 4,5 ming mahsulotni puli. Ikkovini qo'shsangiz $5760 chiqadi. Har qanaqasi hisoblasangiz ham to'g'ri chiqib keladi. Oxirisida 10 mingdan shu $5760, ya'ni ketkizgan pulingizni ayirsangiz $4240 qolish kerak. Shunda sanaysiz, $4240 qo'lingizda qolgan bo'lsa, biznesingiz to'g'ri hisobot bilan boshlanyapti, to'g'ri ketyapti. Tushundingizmi? Shuning uchun bu narsalar hammasi yozilishi kerak, hammasi hisoblanishi kerak. Bir xil mahsulot olib kelsangiz, identichniy bir xil mahsulot olib kelsangiz, formulasiz o'zini ham bo'lib olsangiz bo'ladi. Ya'ni $1260 mana общий xarajatingizni mana bu 150 dona kurtkaga shunday bo'lib olsangiz, $8.40 dan tushadi. Ya'ni 840 chiqadi hozir bo'lsangiz shuni. Shunda 840 ni mana bu 30 ga qo'shasiz, 3840 tan narx chiqadi. Ya'ni tan narxi bo'lib olib ham chiqarsangiz bo'ladi. Asli bu formula endi toza foizni chiqarib beradigan formula. Keyingisida mana biza keyingi videoda mana bu yerda biz etuv qo'shamiz, misol svitermi, bu narsalar qo'shamiz, mahsulotni har xil qilamiz. Uje bu yerda vesi o'zgaradi buni. Mahsulotlar o'zgargandan keyin uni og'irligi ham har xil. Nimaga og'irligini men aytyapman? Kargoyingiz og'irligiga pul olyapti. Ya'ni kilosiga olyapti. O'shaning uchun %100 to'shini chiqarish uchun xarajatlarni, tan narxini kilolab уже hisoblanishi kerak bo'ladi. Uni keyingi videoda tushuntirib beramiz. Mana shu video bo'yicha ham savollar bo'lsa, yoki qanaqadir qo'shimcha mavzular bo'lsa, yozinglar. Sizlarga kerakli bo'lsa, podpiska qilib olinglar. Biz buni faqat shu yordam o'laroq olyapmiz bu videoni. Biladiganlar qaytaraman, kulmanglar. Bu bilmaydiganlar uchun ishoninglar, bilmaydiganlar ko'p. Hammanglarga rahmat. Keyingi videoni kutinglar, qo'yamiz. Hammaga manfaatli bo'lsin.